Bundan 2 yil oldin azospermiya tashxisi qo'yilgan edi. Ko'p joylarga borib davolatdik. Ancha lecheniyalar olishdi. O'zimiz umidsizlikka tushib bo'ldik. Yo'li yo'q. Xudo xolasa tibbiyot rivojlanyapti, yangiliklar kirib kelib shunaqa bo'lib qolar degan umidda yurdik. Keyin Shahboz akani eshitib bu yoqqa keldik. Mana Allohga shukr, natijalarimiz ijobiy chiqdi. Nihoyatda xursandmiz. Doktor Shahboz akaga kelinglar. Mana nima desam bo'ladi? Bu narsada ko'proq moddiy tomondan boshqa joylarga pul sarflab yurmanglar. To'g'ri, shu joyga kelsalaring, biz bu shu amaliyotga sarflagandan bir 10 barobar pulni sarflab bo'ldik. Bu yerga keldik, mana Allohga shukr, ijobiy natija oldik. Hammaga tavsiya qilaman, farzandsizlik nimasiga chalingan bemorlarga bu nima yechim yo'q degani emas ekan. Mana Allohga shukr, yaxshi natija chiqdi.